Kartoshkada eng xavfli kasalliklardan biri dog'lanish va chirish. Bu kasallik 2-3 kun ichida hosilning 70% qismini yo'q qilishi mumkin. Bugun uning 3 asosiy belgisini ko'rib chiqamiz. Barglardagi jigarrang dog'lar. Dastlab barg chetidan boshlanadi. Markaziy jigarrang, atrofi och yashil halqa. Yomg'ir va sovuq bo'lsa, tez tarqaladi. Barg ostidagi oq mo'g'ar. Paxtadek oq yupqa qatlam. Zamburug'ning sporasi millionlab tarqaladi. Dog'lanish va chirish kasalligining eng aniq belgisi. Poyaning qorayishi va butaning so'lishi. Bandlar qora chiziqlar bilan qoplanadi. O'simlik tiklanmaydi. 48-72 soat ichida qurib qolishi mumkin. Yechim: tomchilatib ertalab sug'orish kerak. Qatorlarni qalin ekish kerak emas. Kimyoviy preparatlardan, ya'ni fungitsidlardan Ridomil Gold, Revus, Infinito, Acrobat preparatlarini qo'llash zarur. Kasallangan butani maydondan olib tashlash shart.